Do'stim mana shu yo'lga qo'yarsan. Voy. Mashina ko'rib oldingiz-a do'stim? Tekshirib oldingiz. Mana mashina qulluq bo'lsin. Qulluq rahmat. Tashkilingizga Xudo xolasa. Mana do'stlar, do'stimizga mana bitta 12 ta mexanikasidan qilib berdik. Do'stimizda bitta Lasetti'si bor ekan. Lasetti'sini barter hisobida olib qoldik-da, qolgan pullarni to'lab mana rastrochkaga qilib berdik. Do'stimizdan ikki og'iz gap endi nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat do'stim. Bir kunda mana ishimiz bitdi. 2 soatga bitdi, Xudoga shukr. Go'rski yaqinlardan kelib olib ketib yuribdi. Biz endi shu yerda turib olmasak uyat bo'ladi. Qo'qonga borib yurib shart emas. Mana shu yerda ishimiz bitdi. Bir xil ham yo'q natija. A'lo darajada. Rahmat do'stim sizga. Qo'llab bo'lsin, yaxshi Rahmat kunlaringizga. o'tganingiz kelsin. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar mana kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Beshariq Istanbul avtomobil murojaat qilasizlar. Barcha turdagi mashinalar bor. Kobotlarimizga mana 10 million styliga, 15 million midnight'iga naqd pulga rassrochkalar ochib qo'ydik. Damas'larimizga ham 15 milliondan naqd pulga rassrochkalar, naqd pulga to'lasalar 15 million skidkalari bor. Mana murojaat qilasizlar do'stlar. Beshariq Istanbul avtomobil. Like, podpiska ham bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Manzilimiz shu Beshariq tumaniga kiraverishdagi birinchi kuruydan 500 metr o'tganda paxta zavod svetofor deyiladi. Asko Vodiy medklinika yani. Shuni yonida mana. Akramjon 86 larga like bosaversin ha. Hammaga kelaveringlar. Tamom. Rahmat. Do'stimizning o'zini halol mehnatlar bilan cho'tki qilib tomoshaga kirishsin. Alloh xayrli va barakatli qilsin.